Islom dini sunniy va shiya mazhablariga bo'lingan. Bu ikki eng yirik oqimlardir. Yuz yillar davomida bu oqimlar o'rtasida ziddiyatlar vujudga kelgan. Bunda faqat diniy kelishmovchilik sabab emas. Butun dunyo Nasroniy ensiklopediyasiga ko'ra, islom diniga 1 milliard 200 milliondan ortiq odam e'tiqod qiladi. Bu sayyoramiz aholisining 20% degani. Ulardan 1 milliardi sunniylar. Shiyalar 170 million, 3%. Keling, islom dini nega bunday ikki yirik mazhabga bo'linganini o'rganamiz. Bo'linish sababi. Islomda bo'linish 632-yilda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin yuzaga kela boshlagan. Arablar orasida kelishmovchilik va nizolar chiqa boshladi. Payg'ambar izdoshlari orasida arab xalifaligida kim hukmdor bo'lish kerak degan savol o'rtaga chiqdi. Bu vaziyatda markaziy shaxs Nabiy sollallohu alayhi va sallamning jiyanlari, kuyovlari, xalifa Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu bo'lib qoldilar. Ularning o'limidan so'ng bir guruh odamlar aynan Ali roziyallohu anhuning avlodlari xalifalikka voris bo'la oladi deb hisoblashdi. Chunki faqat ularni janobi payg'ambarimiz bilan qondoshlik aloqalari bog'lab turardi. Natijada xalifalik uchun tanlov o'tkazish kerak degan fikrdagi ko'pchilik ustun keldi. Ali roziyallohu anhuning tarafdorlari bo'lganlar shu paytdan shiyalar nomini olishdi. Sunnatga ergashganlar esa sunniylar deb atala boshlandi. Bu o'zaro birlashgan kuchlarning bo'linishiga sabab bo'ldi. Sunniylar ming yillar davomida Arab sharqida ustunlik qildilar. Bu paytda shiyalar soyada qolishdi. Sunniylar bu eng avvalo Umayyidlar va Abbosiylar, Usmoniylar xalifaligi kabi qudratli davlatlardir. Shiyalar ularning doimiy muxoliflari. 20-asr oxirigacha bu ikki yirik mazhab o'rtasida yirik qurolli to'qnashuvlar bo'lmagan. Qarama-qarshilik. Sunniylar va shiyalar o'rtasidagi qarama-qarshilik eng avvalo aqidaparastlik emas, fiqhga bog'liq. Ular inson xulq-atvori me'yorlariga tegishli. Bu ularning bayramlari va g'ayridinlarga bo'lgan munosabatlarida yaqqol ko'rinadi. Sunniylikdagi ayrim mazhablar buni to'g'ridan to'g'ri tushunadi. Masalan, afg'on toliblarida tashqi ko'rinishning har bir detaliga qat'iy cheklov qo'yilgan. Hatto soqol uzunligigacha. Shiyalar sunniylarning qoidalarini uncha qabul qilisha olmaydi. Qur'on har bir e'tiqodli musulmon uchun eng muqaddas kitob. Ammo sunniylar uchun sunnat ham juda muhim hisoblanadi. Sunnat payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning hayotliklarida amal qilgan qoidalari va hayot tarzlaridir. Sunniylar sunnatga og'ishmay amal qilish har bir chin musulmon uchun qat'iy deb bilishadi. Islomni o'z manfaati yo'lida buzib talqin qiluvchi oqimlar ham mavjud. Masalan, vahobiylik. Sunniylar, shiyalar o'z diniy rahnamolari oyatullohlarni Allohning elchilari deb hisoblashlarini aqidaga xilof deb bilishadi. Sunniylar begunoh insonlar bo'lishini qabul qilishmaydi. Shiyalar esa imomlar barcha prinsip, qarash va e'tiqodda haq bo'lishadi deb hisoblashadi. Ro'za va Qurbon hayit bayramlari barcha musulmonlar tomonidan bir xilda nishonlansa-da, Ashuro kuni borasida qarashlar ikkiga ajraladi. Hozir ham ayrim shiya jamoalarida motam marosimi paytida qo'shiq aytib, o'ziga qilich yoki zanjir bilan zarba berib, tanasini qonatish odati saqlanib qolgan. Sunniylar uchun bu kun boshqa motam kunlaridan farq qilmaydi. Qarashlar vaqtinchalik nikoh borasida ham farqlanadi. Sunniylar vaqtinchalik nikohga janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam harbiy yurishlardan biri paytida ruxsat berganlar. Keyin bu qarorlarini bekor qilganlar deyishadi. Ammo shiya ulamolari shu boradagi oyatlardan ayrimlariga suyanib, vaqtinchalik nikohga ruxsat berishadi.
va uning sonini cheklashmaydi. Islom inqilobi 1979-yilda Eronda yuz bergan islom inqilobi sunniy va shiyalar o'rtasidagi munosabatni tubdan o'zgartirdi. 20-asrning 50-60-yillarida arab davlatlari mustaqillikka erishib, mazhablar aro o'zaro yaqinlasha boshlagan bo'lsa, masalan, sunniy va shiyalar orasidagi nikoh normal hol hisoblangan. Endi arablar ochiq-oydin qurolli to'qnashuv domiga tortildi. Islom inqilobi Eronda shiyalarning diniy va milliy o'zlikni anglashiga juda katta ta'sir qildi. Ular Livan, Iroq, Bahraynda o'z pozitsiyalarini mustahkamladilar. Saudiya Arabistonida sunniylarning ko'pchiligi tomonidan bu Eron tomonidan ekspansiya deb baholandi. Va ular tezda inqilobdan keyingi Eron bilan raqobatga kirishdilar. Hozir sunniy va shiyalar kurashgan xalifalik boshqaruvi yo'q. Oradagi kelishmovchilik esa shunchalik maydaki, urush keltirib chiqarishga arzimaydi. Sunniy shiya ziddiyati endilikda diniy mazmundan siyosiy ko'rinishga o'tishi ma'lum bo'lib qolgandek. Masalan, Eron-Iroq ziddiyati aslida Fors va arablar o'rtasidagi to'qnashuv bo'lsa-da, ammo 2003-yilda Iroqqa bostirib kirgan AQSh uchun esa bu Saddam Husayn sunniy rejimining diniy ozchilik bo'lgan shiyalarga zug'umini bartaraf etish deb baholandi. Eronning kuchayishi va shiyalikning tarqalishi eng avvalo Saudiya Arabistonini bezovta qiladi. Do'stlar, mavzu bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring. Siz bilib oling kanalda bo'ldingiz. Keyingi videolargacha.